Assalomu alaykum. Mana soat 2 bo'lishiga qaramay ko'pchi sifatli qaymoq va mijozimiz qanaqa krem chiz ishlatasiz deb so'ragan ekan. Mana o'zlari o'qiylar. William Cream Cheese, Belgiyadan, O'zbekiston. Распаковка чек. William. Mo'yloli bratlar. Mo'yloli bratlar. Mana ochdim. Ko'rishingiz mumkin. Har kuni 100 dan ortiq keladi. Mana bugun yuk tushirganmiz. Mana 500 ta yuk kelgan. Qanaqa krem chiz ishlatasiz degan savolga mana biz Kallef firmasini, kompaniyasini William Cream Cheese ishlatamiz. 39%. Juda qimmat. Bemalol ko'rishingiz mumkin va har doim sifatli yuk qaymog'i обязательно. Bu tür mahsulotlardan sizlarga biz shirindan shakar sanksiyonlarimizni, fanta sanksiyonlarini pishirib xalqimizga chiqaryapmiz. Ko'ryapsizlar, kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti.